bolajonlarning otasi bo'ladi. Mana juda ham otasi ham har xil rangli. Juda ham estetikniy. Bu haqida Instagram sahifamizda qisqacha video qo'yamiz, reels formatida. U yoqqa ham o'tib o'sha videomizni ko'ringlar-da, sifati juda ham zo'r, bu haqida obzor qo'yamiz. Endi hozir YouTube'ga qisqacha anaqa eslatib o'tib anaqa qilib ketaman. Xudo xolisa mana bu yerda boshqacha quyonlarimiz ham bor. Mana bu yerda bolalarini hozir bitta joyga olib qo'yamiz. Uni bolalarini hozir alohida sizlarga ko'rsataman. Xudo xolisa mikrofonni o'zimga qaratib oldim. Ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa bitta yurakchani bosib qo'yinglar. Anaqa zo'r qilib qo'yinglar. Juda ham mana bu yerda strakachivalari boshida ko'rsatganimiz mana bu yerda. Mana onasi ko'rib olinglar o'zinglar uchun, mana onasi. Endi mana bu bolajonlari. Bolajonlari ham sotiladi 400 ming so'mdan. Agar bizga aloqaga chiqsanglar, silab beramiz. Juda ham zo'r narxlarda olib ketishinglar mumkin. Yuraginglar jiz etgan bo'lsa, qaysi birigadir jiz etgan, rostdan ham anaqa bo'lgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Pastda silka yoki telefon raqamlariga bog'lansanglar, men sizlarga maslahatim lichkadan bog'lansanglar, biz ko'proq javob beramiz. Mana qaranglar. Juda ham zo'rligini. Nima deb o'ylaysizlar mana shuni otini? Bilganlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Mana bilganlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Nima bu? Quyon to'g'ri, lekin buni iminni o'zini oti bor. Mana otini bilganlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Juda ham zo'r quyon. Kalta, mana qo'limdan ham kichkin keladi. Juda ham zo'r quyon bu. Nomini bilganlar kommentariyaga yozib qoldiringlar mana. Nomini bilganlar kommentariyaga yozib qoldirishni unutmanglar mana. Xudo xolisa videolarimizni yoqayotgan bo'lsa, bizani anaqamiz uchun kelajagiga yana zo'r videolar qilishimiz uchun like bosib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Mana ko'pchilik qizil satin so'radi. Qizil satin sizlar uchun mana tayyorlab qo'ydik. Faqat va faqat sizlar uchun qizil satin mana. Tozasi mana anaqa. Yengil o'ndoq qilsam ham tegam qizil satin bo'yotibdi bu. Mana bu yerda erkak. Yo'q. Buni erkasi hozir bizda yo'q. Bular opa singil. Opa singil mana ko'rib turganlaringizdek bitta ochib sizlarga ko'rsatib beraman. Kelinglar tepasini ochamiz. Endi kameramiz sal likillayapti. Endi unga e'tibor qilmaysizlar. Mana juda ham zo'r mana. Ko'rasizlarmi? Ideal turishini qaranglar. Bolalaridan bron qilmoqchi bo'lsanglar, pastda nomerlarga bog'lanishinglar mumkin. Ekraningizda ham telefon raqamlari chiqdi. Ko'rib turganingizdek, telefon raqamlari ekraningizning o'zida ham chiqqan. Pastga o'tib ovora bo'lishingiz mumkin emas. Yoningizga bitta ortiqcha telefon olib qo'ysanglar, yozib o'tiraverasizlar. Mana bu yerda. Mana boyagi quyonimizni mana. Qaniydi mana. Mana shuni otini bilganlar kommentariyaga yozinglar. Mana shu quyonimizni ikkinchi parasini ko'rsataman sizlarga hozir. Mana ikkinchi parasi mana shu bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek ikkinchi parasi. Buni kallasiga qaranglar, mana ditligini. Hozir men buni ochib ko'rsatib beraman sizlarga, qaranglar. Endi sizlar uchun ovora bu galchilik bo'lmaydi do'stlar. Faqat va faqat sizlar uchun mana. Ko'rasizlarmi buni zo'rligini? Kameraga video yoqsam oldimga kelib oladi mana shu. Videolarimiz sifatli chiqayotgan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Kelajakda juda ham zo'r videolar qilishga harakat qilaman sizlar uchun. Boshqacha ba'zi birov boshqa fermalarga borib, strakachilarni fermasiga, aynan eng kerakli fermalarga borib sizlarga bitta obzor, qisqacha obzorlar yoki YouTube uchun obzorlar qilishda davom etaman. Xudo xolasa mana. Endi qisqacha tanaffus olishim kerak men. Endi hozir sizlarga chorniy agnoniy haqida bitta qisqacha video qilaman. Ungacha men unda 5 minut dam olay. Hozir men sizlarga bitta video yoqib, shunaqani nima deyapti? Svetimizni yoqib bitta ko'rsatib beraman. Mana bitta svet yoqamiz. Svet yoqqandan keyin anaqa tabiatga, atmosferaga bitta baho beramiz.
Juda ham zo'r. Qaranglar. Kimga yoqayotgan bo'lsa, mana inlarimiz ham sotiladi. Bemalol xarid qilishingiz mumkin do'stlar. Mana Chorniy Agnoniyni bolalari. Videomizni boshlashimizni boshrog'ida aytilgan edi Chorniy Agnoniylarning haqida. Xo'p, otasini aytib ketaman. Buni otasi, mana buni otasi. Mana otasi ko'rib turganingizda qizil Chorniy Agnoniysida buni. Ko'rasizlar, sifatni qaranglar, sifatni. Mana bu yerda boshqa partiyaniki ham bor. Boshqa partiya emas, endi mana shuni onasi, mana onasi bor edi. Mana shu onasi ko'rib turganingizda mana. Qichchig'idan chiqqan u. Ko'rasizlarmi? Mana shu Chorniy Agnoniy haqida Instagram sahifamizda ham video olib chiqqanman. Mana yana bitta Chorniy Agnoniyimizni, Chorniy Agnoniylarimizni bolalari mana sotiladi sutdan chiqqandan keyin. Videomizni boshida ham aytganman. Ekraningizda qo'ng'iroqli telefon raqamlar chiqadi har 1 minutda. Endi sizlar yo'qotib qo'ymasligingizni xohlaymiz. Videolarimizni agar sizlar nomerimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun bitta qog'oz bilan ruchkaga yozib olinglar mana. Ekranimizda har 1 minutda telefon raqamlarimiz chiqadi mana. Mana anaqa qopti mana. Angliskiy minilop. Ko'rasizlar? Onasi ham sotiladi, bolasi ham sotiladi. Ekraningizda mana mashq quyon, mashq quyon eng yoqtirgan quyonim. Mana kichkinaligini ko'rasizlarmi? Qo'limdan mana bir qarich. Mana qo'lim yesilcho'ga bir qarich, ko'rasizlarmi? Bir qarichdan ham kichkinada. Kattalarni mana, kattalar o'zingizlarni yoshingizga nisbatan juda ham quyonni anaqa vesi ham hajmi вообще juda ham kichkina, ko'rasizlar? Juda ham kichkina mana. Xudo xolisa mana bu yerda qizil oq angliskiy miniloplar kerak desanglar, kimga kerak bo'lsa mana shu quyonlarimiz ham sotiladi. Bolalari yeslcho'ga mana. Ko'rib turganingizdek juda ham mana kelinglar, men sizlarga bu yoqdagi quyonlarni ham bitta obzor qilib ko'rsatib beraman. Mana bu yerda ko'rasizlarmi? Endi bo'lsa mana qisqacha ko'rsatib beraman. Fanarda oxirigacha yoqdim mana. Mana shu quyonlarimiz ham kimga kerak bo'lsa, angliskiy miniloplar, keyin orasida xatotlar ham bor. Bemalol aloqaga chiqib ekraningizda telefon raqamlarimiz chiqayotgan bo'lsa, o'shani yozib olinglar. Juda ham eslatma berilyapti sizlarga. Eslatma, telefon raqam. Tilimda ham hozir ham aytib beraman, yeslcho'ga 77 307 74 09. Keyin ikkinchi nomer 99 867 74 09 raqamiga telefon qilasizlar yoki-da men sizlarga maslahatim, lichkaga bog'lansanglar, lichkada juda ham yozishinglar bilan 1 soat bo'lmasdan biz sizlarga atvet yozamiz. Uzog'i 1 soat. Sizlarga atvet yozishga harakat qilamiz mana. Xullas, quyonlarimiz faqat mana keyingi partiya olasizlar. Agar sizlarga bu quyonimiz yoqib qolgan bo'lsa, keyingi partiyani kutasizlar. Bu partiyamiz bron qilib olingan. Xudo xolisa, like bosib, podpishka qilib qo'ysanglar, videolarimiz o'z nihoyasida tugashga harakat qilyapti. Xudo xolisa, ekraningizda telefon raqamlar chiqqan bo'lsa, o'shanga eslatma uchun quyon ferma deb saqlanib qo'yinglar. O'zingizlar uchun quyon kerak bo'lsa, men sizlarda Instagram sahifamda va YouTube akkauntimda quyon ishqibozlar uchun motivatsiya beraman va quyon ishqibozlari uchun maslahatlar, layfhaklar beraman. Quyon sotishga ham ishqiboz tutkizib qo'yaman. Quyonga ishqiboz bo'lmaydiganlar, faqat quyonga ishqiboz bo'lmaydigan odamni ham quyonga ishqiboz qilib qo'yaman. Instagram sahifamiz va YouTube akkauntimizda. Bu qisqacha sotiladigan quyonlarni obzor qilib berdik. YouTube akkauntimizda Ideal Crow va Ideal Farm bilan intervyu olganmiz. Televideniyadan kelib intervyu olishgan. Bolajon telekanalida ham berilgan, YouTube akkauntimda ham bor.
10 minutlik adashmasam, shunaqa minutlik. Kimga yoqqan bo'lsa, o'sha videolarimizni o'tib ko'rib olishinglar mumkin. Shundoq like pastga anaqa. Shundoq yoninglardagi chiziq anaqani bosinglar-da, shundoq bosinglar. Bosdinglarmi? Like tugmachasi bor. O'shani ham bosinglar. Keyin uni yonida podpiska yoki subscribe, shu inglizcha va ruscha yoki o'zbekcha obuna mana shunaqa so'z bor. O'shani ham ustiga bosib qo'ysanglar, xursand bo'lgan bo'lardim. Ko'rishguncha xayr, YouTube akkauntimizga o'tib, o'sha intervyuimizni, televideniyelik intervyuimizni ko'rib olishinglar mumkin. Like bosinglar, obuna bo'linglar, qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar obunachilar. Yanada shunaqa obzorlarni qilishda davom etaman sizlar uchun. Ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bitta mana shunaqa videolarni olishga harakat qilamiz. Faqat sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar, biz mana shunaqa videolarni yanada 1 soatlik qilib, bitta dona quyonni qanaqa boqish, qanaqa o'sha sezon paytida qanaqa quyonlar sotsa bo'ladi, o'shalar haqida qisqacha 1 soatlik, qisqacha emas. Qisqachalarni faqat Instagram sahifamda ko'rishinglar mumkin. O'shaning uchun Instagram sahifamga ham o'tib olishinglarni maslahat beraman. 1 soatlik, 2 soatlik, 3 soatlik qilib quyon haqida mavzu qilib sizlarga videolar olib chiqishni nasib qilsin. Ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar obunachilar.